Videolar tezroq chiqishi uchun videoga like va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lmasa videoga qaytamiz. Bo'ldi, Qosim aka kutib qoldi. Bittasini tanlaylik tez Behruz. Aytsin olaman, mana shu ikkilanyapman. Ay, menam do'stlar, sizlarda shunaqa variant bo'lganda qaysi birini tanlardinglar? Kommentariyaga yozib ketinglar va Porsche degan like bossin, Lamborghini deganlar podpiska bosib qo'ysin. Qaysi biri ko'pligini bilib olamiz shunda do'stlar. Menga desachi Porsche olardim lekin. Yo'q, qo'ying, day shu Lamborghini olaylik, baxshi lekin. Lamborghinimi? Mayli, Porsche. Qosim aka, biz Lamborghinini olmoqchimiz. Mana Porscheni olib qo'ying faqat, xo'pmi? Porsche meni ham sotib olishim mumkin lekin bo'ldi. Ehtiyot bo'linglar. Aka, Nomeringizni berib qo'ying, keyin sizga telefon qilamiz-da, uni so'rab. Aha, bo'ldi, yozikam. 77 Aha. 123. Bo'ldi obunachilar, shu joyda stop. Sizlarga men videoda ishlatadigan modlarim yoki o'zim haqimda ma'lumotlar kerakmi? Sizlar meni Telegram kanalimga o'tib qo'yishingizni tavsiya beraman. Chunki u yerda men ishlatadigan hamma modlar va yana qo'shimcha ma'lumotlar bor. Qani bo'lmasa videoga qaytamiz. Aha. 1122. 70-75 deysizmi? Yo'q, 1122 dedim. Bo'ldi, yozdim. Nomeringiz ham chiroyli, qayerda olasiz bunaqa nomerlarni? Ishim bo'lmasin. Bo'ldi, Lamborghini 40 mingga barakami? Bering. Hozir 40 ming beraman. Sanab olay, bu yerda prosta pullar ko'pda. Mana buni olamiz. Buni ham olamiz. Yo'q, nima farqi bor? Tak, hozir mana yerda 40 ming bo'ladi do'stlar. Mana. Oppa, bo'ldi. 40 ming dollar do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Buni endi Qosim bratga berib ketamiz, ya'ni. Tak. Men как раз bitta kerak emas kashlyok olgandim. Mana shu kashlokka hozir bu pulimni berib solib qo'yaman. Qosim aka, mana bemalol sanab oling. Hozir bo'ldi, kutib turinglar, sanab olingchi. Aha, bemalol. Bo'ldi, to'g'ri, baraka ekan, ukam, sog' bo'laring. Bo'ldi, rahmat Qosim aka. Rolda bering Behruz. Tak, o'tiringchi. Pochta olmadik, Lamborghini olganiga esim qursam mayli. Oyog'im. Bo'ldi, ketdi. O'tirib bo'lmayapti-ku. To'xtanglar, nimaga barak narsa beravergan? Bo'ldi. Ana Behruz, qara. Lamborghini'da ketayotganimga ishonmayapman. Ketdik. Voy, nimaga yurmayapti, tushunmayapman. Hozir. Tezini bormi? Ana kalitini olish esdan chiqibdi-da, prosta Behruz. Mana. Voy, namuncha tez bu. Qayerdadir bosishimiz kerak-da buni Behruz. Motorini ko'ramiz, bilib. Motorini o'zini qara. Mazza. Bunaqa boy bo'laman deb o'ylamagandim. Drift. Qani endi orqaga bitta haydab ko'ramiz. Tak, yaxshi. Okey. Ketdi, tayyormisan? Ehtiyot bu. Ketdi. 100. Yeba 2 sekundda. 2 sekundda 100 ga chiqibmiz do'stlar. Bolla, Behruzni qaranglar, nima qilyapti? Shu joyga ham siyadimi? Ketdik. Behruz chiq mashinaga. Bolla, endi buni garajga borib tiqib qo'yamiz, tushundingmi? Ehtiyot bo'lib yurish kerak ekanda bu mashinada. Mana. Lekin Porsche ham yoqdi-da menga. Hali Porsche ham olamiz lekin. Mana endi avtosalonga qo'yib ketamiz. Kalitsan-da Behruz. Yana qimmatga olgan mashinamizni o'rlab ketmasin. Tak, qara, bunda bir ikkita joyda qirilgan joylar bor, mana ko'rishingiz mumkin. Va buni motorlarni ham tuzatishim kerak. Faqat shu ishlarni ertaga qilsam bo'lmasmikan? Hozir anchagina vaqtim ketadi-da. Mayli, hozir qilsam qilaveraman, qani boshlanib bo'lsam. Borsa uyga kirib, magazindan nimadirlar olib turib, nimadir tayyorlab turib, nimadir pishirishni bilasanmi o'zi? Qanday tuxum pishirishni bilaman. Tuxum pishirish yangi tug'ilgan chaqaloq ham bilyapti hozir. Boshqa nimadir bilmaysanmi? Qorin ochku. Nima, sosiska pishira olaman. Mana shu pulgachi nimadir uyda qilib tur, qarochi, zakatdan bo'lmaydimi? Zakatdan, Yandexda boramiz bitta. Mayli, bo'pti, bor. Bo'ldi. Davay. Bolla, bu Lamborghini'ni bilaman, juda ham qimmat pulga oldim, lekin buni normal narxga sotamiz. Ya'ni 200 ming dollardan kamiga sotmaymiz. Tak, zakaz qilaman deydi bolalar. Hozir yoshligim tushunmaysizlar-da, o'zi ovqat qilsa bo'lmaydimi?
Va mana hop, tekstga nima deb yozsak bo'ladi? Phrase deb yozamiz, confirm. Bo'ldi. Bo'ldi. Ana endi esa nima bo'ldi? Qayerga men phrase deb yozdim, tushunmadim. Aha, yaxshi. Hamma joyini ko'rib chiqish kerak. Bu yerda ham simlar ulangan. Yaxshi. Okey, bo'ldi. Bola charchab ketdim. Yana ozgina ish qoldi, lekin mayli, farasini ham rangini o'zgartiray. Okey, bo'ldi. Yaxshi. Bo'ldi. Ana endi esa Behruz chaqirish kerak-da. Ana videoga olish kerak. Bola so'kim olgani uchun Instagramga video olishim kerak. Bola banditlarga qo'shilganman. Ularni krugida ozgina yomonroq bo'lib katta bo'lyapman-da, endi e'tibor bermaysizlar. To'xtanglar, Behruzga telefon qilaman. Alo, Behruz? Alo. Telefon nomerini ishlayapti ekan. Ko'chaga chiqman, shunday Instagramga video qo'yarak, Lamborghini'ni sotilyapti deb. Instagramga video? Ha. Chiq. Bo'ldi, hozir ana zakazda ovora shunday 1 minut. Bo'ldi, kameraga ushlab turishing kerak desan. Bo'ldi, sekundga chiqaman, shu turib turadi. Ha, bo'pti, tezlash. Bo'ldi. Chotga qo'ydim, qarochi mashinchani. Ana endi xaridorlar topilsa bo'ldi. Lamborghini bunchalik kichkina bo'ladi deb o'ylamagandim. Avvalgi mashinalarimizdan ham kichkina. Mayli, bo'ldi. Bo'ldi, keyin shu Behruzga bir gelik sovg'a qilamizmi, nima deysiz? Lekin banditlar ham bor-da. To'xtala, kimdir telefon qilyapti menga. Alo, eshitaman. Ha, bolakay, nima gap? Yaxshi, kim edi bu, tushunmadim. Tanimaydigan bo'lib qoldingmi? Tanittirib qo'yaymi o'zimda? Menimcha taniganga o'xshayman. Nima gap? Boshliq. Pullar nima bo'ldi? Olib kelasan bugun yana $1000. $1000? O'sha joygami? Ha, tezlashtir, tushundingmi? Mayli, tushundim. Bo'pti. Bo'la mana ishimdan xabardor bo'lib turibdi. Behruz ham namuncha qolib ketdi. Tezroq chiqsa bo'lmas-ekan-a? Tezroq video qo'yaraylik Instagramga. U boshliqlar gapiradi-da, menga tezroq pulini olib berib bermasam banditlar bo'ldi. Endi ular hech narsadan qaytmaydi. Behruz, nima qilyapsan? Alo, chetaman. Behruz, to'xta. Chetaman, alo. Chek, Behruz. Nima? Videoga olaylik. Namuncha qolib ketding. Ketdik, zakaz aniq qilib qo'ydim, tayyorlab qo'ydim. Ko'chaga ham sovuq tushib ketdi, Behruz. Tezroq video olishimiz kerak. Yana menga anu banditlar telefon qildi, $1000 olib berib berishimiz kerak ekan. Yo'q. Qarochi, borib kelamiz. Davay, videoni boshla. Meniki davom. Bo'ldi. Meniki kamerasini ravonchi. Bo'ldi. Davay. Yangi. Bo'ldi, boshladik. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun bizga Lamborghini eng oxirgi versiyalaridan kelgan. Agar kimgadir Lamborghinilar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Probeklari hali juda ham yangi. Yili bo'lsa 2018, ko'rishinglar mumkin. Orqalarini ham Behruz bor. Tezlash. Mana bo'ldi, ko'rishinglar mumkin. O'sha phrase bichga yozaverasizlar. Bo'ldi, normalni chiqdimi? Bo'ldi, tashla. Men endi buni montaj qilishim kerak-da, kompyuterimda montaj qilaman. Bo'pti, ketdik. Qorin juda ham och. Nimadir tayyorladingmi, yo'qmi? Qo'yganman. Ovozing yaxshi kelmayapti, Behruz. Ovozing yaxshi kelyapti deyman. Oldimda bo'lsa. Yaxshi, tomog'im. Bo'ldi. Qani nimadirlar tayyorlab qo'ydingmi? Oho, vashshe zo'r-ku. Bu nima? Bu menda yo'q edi-ku. Bu apparat zakaz oldim. O'zim pulim yo'q. Puling juda ham ko'pmi deyman-da. Mayli, qani. Ga ovqatlanib olaylik endi. Gamburgerlar. Yo'q, gamburger yeyman. Yaxshi. Bitta yarimdan qilib bittada. Bo'ldi, men. Olganmiding? Mayli, qornim to'ydi, ozgina suv ichib ola Behruz. Baliq yeymanmi? Yaxshi. Baliq mazali ekan. Ay kallam rozi bo'lsin. Behruz,
Qara, ko'rib turibman, ichingda futbolkang ham yo'q-da, oldingni ochib olgansan.